Assalomu alaykum azizlar. Bugungi real testimiz obyekti Xitoyning Lito M7 gibrid elektromobili. Ushbu elektromobil ichidagi magnit maydon ko'rsatkichlari qancha? Keling, uni birgalikda 5 ta joyda o'lchaymiz. Lito gibrid elektromobilining haydovchi o'rindig'idagi ko'rsatkichi 4 milligauss. Oyoq ostidagi ko'rsatkichi 4-5 milligauss. Markaziy konsoldagi ko'rsatkichimiz 4 milligauss. Monitorimizdagi ko'rsatkichimiz 4-9 milligauss. Yon o'rindiq 4 milligauss. Orqa o'rindiqqa o'tamiz. Orqa o'rindig'imizdagi ko'rsatkichimiz 501 milligauss. Biz taxmin qilmaymiz. Apparatimiz ko'rsatgan real o'lchovlarni ko'rsatamiz. Xitoyning Leap Motors hamda Lito gibrid elektromobillarini magnit maydon ko'rsatkichlarini solishtiradigan bo'lsak, eng yuqori ko'rsatkich Lito gibrid elektromobilimizda eng yuqori ko'rsatkich uning orqa o'rindig'ida 5 milligauss. Leap Motors gibrid elektromobilining eng yuqori ko'rsatkichi haydovchi oyog'i ostida 5 milligauss. Oradagi farq 0,5 milligaussga Leap Motors hamon rekordini saqlab qolmoqda.